220 ming so'mga mana shu tijorat baloniga o'tamiz. Qo'lingdan kelsa O'zbekistonda yasha, bo'lmasa ket degan joying boshlanibdi. O'zbekiston Respublikasida gaz ballon 40 ming so'm, 35 ming so'mlik gaz ballonlar 220 ming so'mga ko'tarildi. Tabriklaymiz, hammalaringga muborak bo'lsin. Astoydil olinglar, gazlarni yoqavringlar. Bu tijorat balon. Davlat baloni emas. Davlat balonini kimlar oladi? Kam ta'minlangan odamlar, kam daromadli odamlar oladi. Endi sekin-sekin xudo olsa etap bilan 220 ming so'mga mana shu tijorat baloniga o'tamiz. Kelajakda xudo xolasa bular mashina qiladi. Mashina qilib uyingizga kelib damlab berib ketadigan darajada bo'ladi. Endi o'tamiz mashinaga. Ho tushuning, ho tushunmang. Biz mahalla xodimlari uyimizga kirib tushuntirishlar olganmiz. Mana 220 ming so'mdan uyingizga olib beryapti. Hop, bir qurbi yetmaydigan ko'tariladigan odam bo'lsa, o'zlari olib kirib gaz bo'lib beradi. Marhamat.